Safiya raziyallohu anhu haqida. Bu siz bilmagan eng foydali ma'lumot. Sayyida Safiya raziyallohu anha payg'ambarimizning muborak ayollaridan biri, nasabi bilan Hazrati Muso alayhissalom avlodidan kelgan pokiza ayol edi. U dastlab Yahudi qabilasidan bo'lib, keyin islomni chin dildan qabul qildi va Rasulullohga bo'lgan muhabbati, sadoqati bilan mashhur bo'ldi. Safiya juda muloyim, mehribon va kechirimli ayol bo'lganlar. Hatto uni xafa qilganlarga ham duo qilib, yaxshilik qilganlari tarixda mashhur. Rasululloh uni eng taqvodor va eng halim ayollardan biri deb maqtaganlar. Uning hayoti bizga shuni o'rgatadi: haqni tanigan qalb eng ulug' qalbdir. Uningcha ayollari Maymuna binti Xoris Ra. Rasululloh s.a.v.ning oxirgi nikoh qilgan onalarimizdir. Ular yoshligidan taqvodor, hayo va poklik bilan tanilgan edilar. Maymuna onamizning nikohlari orqali islom ummati halolu harom hukmlarini o'rgandi. U zot payg'ambarimizga nihoyatda sodiq, muloyim va mehribon edilar. Rivoyatlarda aytiladi, u kishi Rasulullohning xizmatlarida jon-dilidan bo'lgan, oilaviy muhitni osoyishta qilishga juda katta hissa qo'shgan. Oxirgi ayolim Maymuna, ummatim uchun baraka bo'ldi, degan maqtovga sazovor bo'lgan. Maymuna hayoti bizga kamtarinlik, sabr va poklikning eng chiroyli namunasidir.